Hindistonda bedarak yo'qolgan erkak 45 yil deganda oilasini topdi. Rihi ismli erkak 1980-yilda uydan chiqib ketib, Haryana shtatida joylashgan mehmonxonada ish boshlagan. Nigeriyada o'g'irlab ketilgan o'quvchilar 300 dan oshdi. Avvalroq 215 talaba va 12 o'qituvchi o'g'irlab ketilgani haqida xabar berilgan edi. Putin kelasi hafta Markaziy Osiyoga keladi. Rossiya rahbari boshqa xalqaro aloqalar va telefon orqali suhbatlarni ham rejalashtirgan. Vyetnamda suv toshqinlari va ko'chki oqibatida 90 kishi halok bo'ldi. 235 mingdan ortiq uyni suv bosgan. 80 ming gektarga yaqin ekin maydoniga zarar yetgan. Umumiy iqtisodiy zarar 341 million dollardan ortiqqa baholanmoqda. O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab AI-80 benzini sotuvi to'xtatiladi. AI-80 benzinini zapravkalarda sotishning oldini olish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatiladi. Isroil G'azo shahriga aviazarbalar berdi. Yahudiy davlati G'azoga 22-noyabr kuni birinchi bor havodan hujum uyushtirdi. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.